Yana bitta. Tak. Mana bu yerga dumaloq sharcha ilishimiz kerak. Eshikdan sig'mayapti. Ana bu sharchani. Bu sharcha eshikdan sig'mayapti. Endi eshikni yechib olib, sharchani kirgizib, bu eshikdan yechib olib, yechsa kirar ekan. Keyin mana bu yerga ilaman. Olsa mana troslari hammasi qotirildi. Endi mana shu yerga katta sharni ilishimiz kerak. Hozir 50 ko'rsatilgan, hozir 35 ga tushiryapman. Chunki sharni eni balandligi 1.17 bo'lyapti. 1.17 bo'lsa kalla tegib qolyapti osilib turgan payt. Endi 50 ko'rsatilgan 35 ga ko'tarib, endi yana ko'ramiz. Shar ilindi. Sharni ilib oldik. Azobimiz deb 35 kilo sharimiz. Endi hali svetlar qo'yilmagan. Sharda yomg'ir. Kaminni pechlari. Chetga chiqdi menimcha. Yana bitta. Tak. Mana bu yerga dumaloq sharcha ilishimiz kerak. Eshikdan sig'mayapti. Ana bu sharchani. Bu sharcha eshikdan sig'mayapti. Endi eshikni yechib olib, sharchani kirgizib, bu eshikdan yechib olib, yechsa kirar ekan. Keyin mana bu yerga ilaman. Olsa mana troslari hammasi qotirildi. Endi mana shu yerga katta sharni ilishimiz kerak. Hozir 50 ko'rsatilgan, hozir 35 ga tushiryapman. Chunki sharni eni balandligi 1.17 bo'lyapti. 1.17 bo'lsa kalla tegib qolyapti osilib turgan payt. Endi 50 ko'rsatilgan 35 ga ko'tarib, endi yana ko'ramiz.